Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan roman Bayavandagi Gulxan. Avtori G'ulam Ömer. Birinchi qism. 3-bob. Ikkinchi. Davomi. Memmem. Nima odamsizlar? Bu yerda to'y bo'layotmaydi. Urush, jang, odam o'ldigan gap. Memmem turpan shevisi, achchiqlash, hayajonlanishni bildiradigan imliq. Subay, ofitser, turkcha. Sepilga chiqib ketayotgan Mamtili apandi, To'xtaji, Ahmad apandilarni qovul bir askar to'sib shundoq dedi. Ular Mahmud Mo'yitini uchratolmay jang maydoniga kelishgan edi. Sepil ustida va sepilning u tarafida helidan hiliga o'q ovozlari, gumburlagan portlash sadolari anglanib turadi. Havo bo'shliqidan sepil ichiga qarab o'qlar uchib o'tadi. Bizmo to'yga emas, so'qishga kelyapmiz inim. Nima, bizni miltiq tutolmaydi demsiz? Dedi Mamtili apandi kulib. Bo'lmaydi, bu yoqqa chiqmanglar. Jangchi birda ulardan gumonlansa, birda ularni behuda o'limdan to'saydi. Jininglarga ugulanmamsizlar? Ugulanmaq, ich og'ritmoq, ichinmoq, turpan shevisi. Qaraganda turpanliqda qilsizlar. Bu demak Mahmud Mo'yitining ko'n yo'ldoshlari degan so'zda. Bizmo Mahmud Mo'yiti bilan ko'rishmoqchidik. U kishi sepildi ekan. Sijan bilan u odam beshini qo'ltiqqa qisib qo'yib, o'qning orasida yursa, bular uningga mehmon bo'lg'ili kelgan o'xshaydi texi. Jangchi norozi bo'lgandek u yoqda dushman tarafga qo'ral batlab yotgan hamriyni to'vildi. Hoy, Ne'matulla, bu yerda bizga mehmon kelibdi. Nima mehmon? Ayollarmi? Sepil ustidan savol anglandi. Ularning turgan yeri hangitliq taraf bo'lib, ular bu yerda faqat tasodifiylikning oldini olish uchun kuzatda turadi. Urushning qaynayotgan yeri Mangshin tarafda edi. Yo'q, Sonson apandilarkan. Sonson, Yochun, G'alita, Turpan shevisi. Sijan bilan ko'rishimiz deydi. Nima? To'xta, men qarab baqay. Ne'matulla bu tarafga kelib, apandilarga bir-birlab qarab chiqib, Sijonni nima qilasizlar? Bu yer bak xatarlik. Sijan bilan jahon tinchiganda ko'risharsizlar, dedi. Voy inim, biz bola emas-ku. Biz jang qilamiz deb keldik. Nima? Biz to'shikda o'ltirdiganlardanmidik? Ne'matulla Hamriyiga. Manglik, sen qarab tur. Ular sepilga chiqmay tursin. Kim biladi? Odam deganning olis ichida nima? Men boshliqlardan birisiga aytib baqay, dedi va ketib qoldi. Ko'p o'tmay u qaytib keldi. Lanjang'i desam, tushunmayla, jang qilgan odam bo'lsa kelsin, qo'lga qurol beringlar, da'vatidu. Mayli, u degandekin bular chiqib ko'rib baqmasinmi? Jiniga ugulansa ketib qolar. Har holda ehtiyot uchun bularni dashu yoqqa mangdiribitili, dedi Ne'matulla. Dashu, ashu, turpan shevisi. Mamtili apandi hamrohlari bilan sepilga chiqdi. Sijonga qayerda yo'l qilib bo'ladi yigit? So'radi Tavfiq. Har holda pastroq turib gap qiling. Boshning lozim bo'lsa, kim biladi? Bu atrofdami tunganlarning pistirmisi bormi? Chin qilib bir o'q kelsa, beshingiz yo'q. Sijon demsiz, u odam Amir Nur Muhammad bilan bir yerda bo'lsa kerak. U kishini bildigansiz, Nur Muhammadingizni kim bilsin? Qiziqkansiz, biz chet eldan kelyapmiz. Bo'pti, meni gap tutmanglar. Da shu qaynagan yeriga beringlar. Ta'linglar bo'lsa, kesh ko'rishib qolarmiz. Manglikaqun shundoq debla o'z o'rniga berib, sepilning sirtini ko'zitishga boshladi va Ne'matullaga: "Bular o'zi Zanana sarayida o'ltirmay, o'ziga jafoslab nima qildi ekan?" dedi. "Do'stlikqa yaraydigan odamlardek qiladi, biroq hozir vaqt emas bo'lib qoldi-da." Uchaylan jangning barg'ansiri jiddiylashib qilayotganligini his qilib, darhol Manglikaqun ko'rsatgan tarafga berib, rota komandiridan qurol talab qildi va u ko'rsatgan joyga berib, miltiqlarini tuvanga qaratib batlashdi. To'xtaji bemahal Yingsarga kelib, bundaq ochiqcha dadisarga tushib qolganidan bizarlik his qilayotgandek qiladi. Uning qurol tutgan qo'llari bilinar-bilinmas titraydi. Qapoqlari silinib ketgan, harakatlari ancha qolashmay turishlaridan xo'rliqi kelayotgandek qiladi. Ahmad apandi ortiqcha qizishib ketgan bo'lib, barliq jimg'ur, ammo hissiyatchan odamlarga xos ifodalar rangi ro'yidan bilinib turadi.
Мәмтili әпәнди To'xtachining ruhini ko'tarish uchun zatvorni tatib meshik chiqarayotgan fursatda chiqishib dedi. Odatda boy odamlarni o'limdan bak qo'rqidi deyishadigan. Sizning hozirgi holingizga qarab bugun ishondim. To'xtachi xolar xolamas kulib qo'yib, "Tavba qildim, madamni jon bilan o'ynashgandek mushu yerdami shu mijoz bilanla apandim. Sizdan ayrilib qolg'um kelmagachkila orqalaridan keldim. Bo'lmasa otaman desimo kelmaydim. Balkim bir soat ichida ajal kelar. Yana nima ancha xotirjam sili. Qandaqmi kulgilari chaqchaq qilg'ilari kelyotidi. Bu gaplari bilan Qur'oni Karimdan shundoq bir oyatni o'qiganim esimga kechyotidi. Ajal kelganda nada bo'lsanglarmi, u sizlarni izlab topidi. Hatto mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi? Mana qaraslar, ajal keladigan bo'lsa, kulmasammi kelaverdi apandim. Ular toki diviziya shtabining aloqachisiga yo'liqcha jang qilib turishdi. Jang maydoniga ilib kelinib tarqitib berilgan askar tamg'idan tegishlikini oldi. Garchi bu bir vaqtlik quruq non bo'lsa-mu, ammo ularga bakmu tatliq tetidi. Ahmad apandi o'zini haqiqiy jangchiga aylandim deb o'yladimikin, xili sho'xlashib qolgandek bo'ldi. U Mamtili apandiga qalbidagini oshkorlab, hayot mana mushundoq jiddiylik ichida o'tsa deyman. Kishi ortiqcha g'amlarni o'ylashga vaqt topolmasa, dedi. Bu bir azobliq ingrashqa, ig'ir dard tortquchining o'z-o'ziga o'lim tiliginiga o'xshash so'z edi. Tavfiq uni tushunatdi. Shunga u ko'z chanoqlarining ichishayotganligini his qildi. Shundoq, Mamtili apandimu mushundoq jangovar hayotni yaxshi ko'rdi. Shu tap umu o'zini haqiqiy jangchidek his qilmoqda. Faqat to'xtachilar bundoq jiddiylikka, ig'irchilikqa ko'nalmaydi. Chunki u umrda bundaq riyozatlarni chekib boqmagan. Avu ikkisining bo'lsa sarsonliq, sargardonlikda ko'rmagani qolmagan edi. Diviziya shtabining aloqachisi atisi tushdan keyin buyruq ilib polkovniklar bilan ko'rishkilik ketayotganda Mamtili apandi uningga Sijang bilan ko'rishmoqchi ekanligini aytdi. Bu chaqcha ajnabiylarga o'xshab ketadigan 3 apandining o'zligidan kelib jangga qatnashayotganligi haqidagi xabar butun liniya bo'ylab tarqalib ketgan edi. Sizlarning jangga qatnashayotganliklaringizni Sijangmo angladi, dedi shtab aloqachisi. U jazman sizlarni chaqiradi. 3. Kechqurun Mahmud Boyti shtabida o'zligidan urushga ishtirok qilgan yo'chun odamlarni kutib, Abdulla Damulla Naimi bilan o'ltiratdi. Uning yo'g'on ko'zlarida jiddiylik, oqsiriq kelgan chiroyida g'amkinlik bilinib turadi. Tashqarqi bo'limda muhofizatchilar boshlig'i İlyas mehmonlarni kutib turadi. Saldan keyin İlyas ichkariga kirib chas berdi. Mehmonlar keldi, kirsinmi? Chaqir. Mahmud Mo'yti hayajonlanayotgandek alqonlarini bir-biriga surkab qo'ydi. İlyasning eshik ichib berishi bilan mehmonlar bo'limga kirib keldi. Mamtili apandi o'ziga xos jarangliq, ishonchga to'lgan ovozda salom berdi. Orqadan To'xtachi va Ahmad apandilarmi shlapalarni qo'llariga elishdi. Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuhu. Mahmud Mo'ytining ro'shan va to'liq bas ovozi javob berdi. Uning astoydil salimi mehmonlarda ishonch paydo qildi. Orqadan harbiylarcha pishqan qo'llarini uzatib, kuchlik qo'l siqishib ko'rishdi. Ko'rib turibsiz, og'a, qo'llarimiz xili yiriklashib qoldi. Asli qalam tutib ko'ngan qo'llar alam tutish bilan xili pishdi, dedi Tavfiq o'ch quruqlik bilan. To'xtachi do'stiga hay bermoqchi bo'lgandek peshini bilindirmay tatib qo'ydi. U Sijang sening tangtushing emas, hurmatli turg'in, demoqchidi. Biroq Mamtili apandi har qanday o'rda saroy yoki mashhur arbob oldidimi o'zini erkin tutib, tartinmaydigan ko'nib qolg'achqa, umuman hech kishi oldida qo'rinib turmaydi. O'zi yaxshi deb bilgan odamlar oldida gap yasab o'ltirmaydi. Angladim. Jangga qatnashibsizlar, dedi Mahmud Mo'yti kulimsirab. Xo'sh, o'zinglar kim? Nima uchun jangga qatnashmoqni ixtiyor qilib qoldinglar? Bizmi mushu qon yoshga to'lgan zaminning farzandlari. Aslimiz Qashqardan. Bu kishining ismi To'xtachi. Qashqar Qizil Dovudagi Tudaxunbayning o'g'li. O'zi ham savdogar, ham sayyoh, ilm ahlining do'sti, ozodlik jangchilarining homiysi. Biz chet elda tunishgan mavi do'stimiz Ahmad apandi asli Qashqar shahridan vatanning taqdiri, millatning istiqbolini deb
sarson sargardon bo'lib alkizib oxir turkiyada o'qigan amdi u vatanda oqartish ilib berish inqilobga ishtirok qilish uchun kelyotidi. Kaminingiz Mamtil apandi laqimi Tavfiq Qashqar otishdan mening kechmish kechirmishlarimmo Ahmad apandinikiga o'xshab ketadi. Menmo shundoq maqsadda vatanga qaytdim. Qo'rshovdan bir kun avval Yingsarga kelib tushgan edik. Taqdiri qismatda bizning Qo'rshovda qilishimiz kutilgan muqandoq bu yerda janglardimi bo'ldik. Do'stlarimga vakolatan oxirgi savolingizga javobim shuki, vatan hammamizning, inqilob har bir vijdon egasining burchi. Shunga gizi kelganda alam tutishmi, qalam tutishmi bizning ko'zlagan maqsadimizga uyg'un. O'ltiringlar, birodarlar, nimishqa turimiz? O'ltirib so'zlashayli, dedi Mahmud Mo'yti kulimsirab. U mehmonlarga amdila ishonch qilgandek o'zini tunishtirdi. Andin katibi Abdulla Damullani tunishtirdi. Hammaylan bahuzur o'ltirishgandan keyin Turkiyadan kelayotgan bo'lsanglar, Qashqardagi Yusuf Ziyo, Majiddin apandilarni taniydigansizlar-da. Ularmi Turkiyadan kelganlar ekan. U Tavfiqning allaqandoq bir yerlarini aksi Maqsud Mo'ytiga, Abduxoliq Uyg'urga o'xshatib, yuragi düpüldab ketdi. Ularning so'zlari naqadar o'xshaydi ha, deb o'yladi u. Shundoq, u apandilar bilan obdan bilishimiz, ular ilgariroq kelishgan, demak ular sog' salomat ekanda. Bu yerda vaziyat shundoq bo'lsa, qanday qilasizlar? Jangga qatnashaveramsizlar? Biz shubhasiz inqilobning bir a'zosi bo'lib qoldik, ammo sizga ba'zi fikr takliflarini bermoqchimiz. Xo'sh, men sizlarning ko'rishishni talab qilganinglarga qarab shundoq o'ylagan edim. Amsa o'ylaganlaringlarni qoldirmay aytib baqinglar. Mamtili apandi yoshurun holda sepildan chiqib, to'nganlarning orqa tarafiga o'tish haqidagi chorani so'zlab berdi. Bo'ladigan maslahatgan, sinab baqsaq bo'ladi. Qaraganda sizlarning harbiy bilimdinmi xabaringlar bor ekanda? Yo'q, biz bu ishga savodsiz, biroq qo'shiningizda harbiy iqtidori bor odamlarni uchratdik. Agar ular muvofiq ishga qo'yilib, rolini joriy qildirsa, inqilob uchun bakmo foydali bo'ladi. Afsuski, qo'shin ichida masala ig'irda qiladi. Tavfiq so'zlab shu yerga kelganda To'xtajining ko'zlari bilan uchrashib qoldi. To'xtaji uningga bo'ldi qil degandek ishora qiladi. Bizning qo'shindagi kimning o'ylagan chorasi ekan bu? Abduniyoz degan askar boshlig'i. U o'zini yuzbeshi dedi-ku deyman. Abduniyoz? Mahmud Mo'yti shundoq bir savol qo'yib, sal turib olgandan keyin Ilyosni chaqirdi. Abduniyozni darhol bu yerga hozir qil. Xo'p, u G'opur Tanjoning qo'lida. Hozirla boshlab kelay. Ilyos chiqib ketdi. Abduniyoz chapsalla chaqirtib kelindi. U o'zini dadil tutib, o'zining taklifini konkret o'tirg'a qo'ydi. Mahmud Mo'yti uning maslahatini yaqin arada sinab ko'rishga va'da qildi. Qo'shinimizda yana qandoq masala ig'irkan? So'radi Sijong. Harbiy intizom yaxshi emas. Harbiy intizomning yaxshi bo'lmasligi jangovarlikning sustligidan darak beradi. Jangovarlik bo'lmasa, urushda ustunlik qozong'ili bo'lmaydi. Yana-chu, Mahmud Mo'yti Tavfiqdan ko'zini uzmay o'ltirib, yana bir qitim aksini va Abduxoliqni esladi. Yana askarlarda angliq jang qilish ruhi kam, hatto yo'q. Komandirlardimi shundoq. Inqilobning dastlabida nima uchun kurash qildiganligi aniq bo'lsa-mu, bara-bara u nishon susishib ketgandek, faqat boshliqlari uchun osharga jang qiladigan bo'lib qolishgan. Amaldorlarda bo'lsa, shaxsiy maqsad uchun shuncha ko'p odamni qurbonlik qilishdan yolmaydigandek bir xil. Masalan, Mahmud Mo'yti bu so'zlarning to'g'riligini his qilib turg'achqa, so'z aralavatgisi kelmay, faqat qisqa savollarni so'rash bilan cheklandi. Tavfiq apandi Shah Mansurning putiga o'q tegishi bilanla uning butkul qo'shini sapni tashlab, uni ko'tarib chekinib chiqqanligini nazarda tutyotdi-ku deyman, dedi Ahmad apandi so'z qistirib. U bu ishga Tavfiqdan kam ko'ngil bo'lmaydi. Shunga tartinishni qo'yib, qarashlarini so'zlashdan o'zini tutib qololmadi. U sizning qo'shiningiz emas. Ish qilib, shundoq ishlar sizlardimi yo'q emasdek turdi. Bir boshliqqa o'q tekkini uchunla butun qo'shin sapni tashlab ketsa, bu qandoq kurash? Agar u o'lib ketsa, kurashni butunlay to'xtatib, qo'shinni tarqitib o'tish kerakmi? Shundoq, deb tasdiqladi Tavfiq. Shuning o'xshash ahvollar sizlarning qo'shininglardami xili bordek qiladi. Qo'shinda biri harbiy ta'lim tarbiyani chin tutquliq, harbiy mashqni har vaqt tashlab qo'ymaslik kerak.
Harbiylarda аңны o'yg'otish, ularga siyosiy dars berish kerak. Ular qarisiga urush qiladigan emas, oxirgi nishonni bilib urush qiladigan bo'lish kerak. Mahmud Mo'yti bu suhbatga bakmu e'tibor bilan qaradi. Shundoqla suhbatdoshlarini yoqtirib qoldi. U apandilarning pat-pat kelib, maslahat berib turishini iltimos qildi. U mehmonlarni uzatib qo'ygandan keyin Abla Damullaga: "Menimcha bular bizning qo'shniga toza kerakli odamlarkan. Ularni askarlarning siyosiy ta'lim-tarbiya ishlari qo'ysa, bak yaxshi ish bo'lgudek", dedi. "Bo'lmasa ularni birga ishlashga taklif qilayli", dedi Abdulla Damulla Naimi. "Keyincha bir nim dermiz", dedi qo'mondan va Abduniyozning taklifini sinab ko'rish uchun ko'ngilda konkret loyiha o'ylanishga boshladi. Davomi bor.